Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizni Alisher Navoiy Tortuvli mahallasiga olib o'rnatdik. Razmerimiz 437 ga 385. Profillari 2:1, listlari har doimga 1:1. Taylari shveler. Korobkalari 8 ga 8. Ustidan sharner. Merjemenki, qora merjemenki yopishtirganmiz. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Xohlasa, qo'ldan kelgancha sifatli qilib, olib borib o'rnatib, roziligingizni olishga harakat qilamiz. Mana bu taraflari 5 ta 6 tadan aldirdik. Mana taylariga mashina qilib, mana bu tarafiga 600 talar bildiryapmiz, tepagacha mashina qilib. Xudo xolasa, kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Mana u joyi ruchka qo'yganmiz, vart qilganmiz, ozroq vart qilgan joy tortgan. Endi mana betidan o'sha joy ruchka qo'yganmiz. Vart qilib qo'yib, salgina tortgan joylar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Iloji boricha qo'ldan kelgancha sifatli darvozalar qilib, roziligingizni olishga harakatdamiz. Nomerlarga telefon qilib zakaz beraverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat kattakon. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasiz.